Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Mutlaq ehtiyojsiz zot. Va mustaghnin ilahi an nisa'in va avladin inathin aw rijali. Ma'no jihatidan tarjimasi. Ilohim ayollardan behojatdir hamda qiz yo o'g'il bolalardan ham behojatdir. Nazmi bayoni. Robbimiz olidir muhtoj qolishdan, qiz yo o'g'il bolayu xotin olishdan. Matn sharhi. Alloh taolo biror narsaga muhtoj bo'lishdan pok zotdir. U zot na xotin va na farzandga muhtoj bo'lmaydi. O'shi rahmatullohi alayh ana shu ma'noni ta'kidlash uchun u zot qiz bolalarga ham muhtoj emas, o'g'il bolalarga ham muhtoj emas deya batafsil keltiryapti. Aslida valad kalimasi lug'aviy jihatdan ham, shar'iy jihatdan ham o'g'il va qiz farzandlarning barchasini qamrab oladigan kalima hisoblanadi. Bunga jinlarning tilidan hikoya tarzida bayon qilingan xabar dalildir. Astaizu billah va annahu ta'ala jaddu robbina mattakhadha sohibatan wala walada. Albatta, buyukligi oliy bo'lgan Robbimiz o'ziga birorta xotin ham, farzand ham tutgan emasdir. Jin surasi 3-oyat. Ushbu oyatdagi farzand tutgan emas so'zi o'g'il bola ham, qiz bola ham tutmaganini bildiradi. Bundan oldingi baytda Alloh taologa zamon va biror holat o'tmasligi bayon qilingan edi. Ushbu baytda esa u zotning hech narsaga muhtoj emasligi keltirildi. Bandaning Alloh taolo to'g'risidagi e'tiqodi qanday bo'lishi lozimligi Ixlos surasida qisqa va lo'nda xabar berilgan. Astaizu billah. Qul huvallohu ahad. Allohus somad. Lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallohul azim. Ey Muhammad, ayting, u Alloh yagonadir. Alloh somad, ehtiyojsiz, hojat barordir. U tug'magan va tug'ilmagan ham. Shuningdek, uning hech bir tengi yo'qdir. Ixlos surasi 1-4-oyatlar. Bu oyati karimalar to'g'risida Soffatut Tafosir kitobida quyidagilar aytilgan. Bilingki, Alloh taolo yagonadir deya vasf qilindi. Buning 3ta ma'nosi bor bo'lib, uchalasini ham u zotga nisbatan qo'llash to'g'ridir. U yagonadir. Ikkinchisi yo'qdir. Ya'ni bu so'z adadni rad etadi. U yagonadir, tengi va sherigi yo'qdir. Bu xuddi falonchi o'z asrida yagona degan so'zingizdan unga teng keladigan yo'q ma'nosi tushunilgani kabidir. U yagonadir, qismlanmaydi ham, bo'linmaydi ham. Yuqorida tavhid tushunchasi to'g'risida bayon qilingan bo'lsa-da, ushbu o'rinda yana Alloh taoloning ayol va farzandlarga muhtoj emasligining ta'kidlanishi Alloh uchtaning uchinchisidir degan buzuq e'tiqoddagi kimsalarga raddiyadir. Zero bunday e'tiqoddagi kimsalarning kofir bo'lishlari Qur'oni Karimda bayon qilingan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Laqad kafara allazina qalu innalloha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahun wahid. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Sadaqallohul azim. Alloh uchtaning, Alloh Maryam va Isoning yoki ota, o'g'il va muqaddas ruhning biridir deganlar ham kofir bo'ldilar. Yagona ilohdan boshqa iloh yo'qdir. Agar aytayotgan gaplaridan qaytmasalar,
ular orasidan kofir bo'lganlariga oxiratda alamli azob yetishi muqarrardir. Moida surasi 73-oyat. Ushbu oyatda ba'zi nasroniy firqalarning ilohlik Alloh, Iso va Maryamlar oralarida mushtarakdir, ularning har biri ilohdir degan e'tiqodlarining noto'g'ri ekani hamda to'g'ri e'tiqod qanday bo'lishi bayon qilingan. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.